Milodiya 1908 yılı 6. ayının 30. günü Rusiyanın Sibirya təvəzdə insoniyat tarixida ko'rilib bakmagan bir afet yuz berdi. Diametri 20 metr keladigan bir meteorit shu joyning havo bo'shlig'ida portladı. Yerliklarning shu ishdan keyin taslimasiga asoslanganda sahar soat 7 da ko'p qism kishilar uxlayotganda tuyuqsiz qattiq bo'ron chiqib, quloqni yarg'udek shovqin paydo bo'lgan. Soat 7 dan 43 minut o'tganda portlash ovozining yangrashiga ergishib, g'oyat zo'r bir qizil o't shari janubdan shimolga qarab osmon bo'shliqni kesib o'tgan. Uning nuri hatto quyoshdan eshib ketgan. 1 minutdan keyin kishilarning quloq tubidan yana aniq portlash ovozi anglangan. Zamin titrashga boshlagan. Yiroqdan g'oyat zo'r mog'ulsimon bulut ko'tarilgan. Shuningdek keyin kishilar 3 qatim kuchli portlashni his qila olgan. Portlashdan keyingi bir necha kun ichida Tungus rayonining osmoni bir xil tutuq qizg'ish sariq rangli bulut bilan to'lgan. Ishdan keyingi statistikaga asoslanganda ayni chaqda portlash kuchi 20 million tonna TNT portlatqich dorisi qo'yib bergan energiyaga barobar bo'lib, g'oyat zo'r energiya atrofidagi 2000 kvadrat kilometr doiradagi barliq daraxtlarni tubtuz qilib o'tgan. Voqea yuz bergan rayon bak yiroq bo'lg'achqa portlash sababini tekshirish 20 yildan keyin ish bo'lib qolgan. Agar so'qilish 4 soat 37 minut keyin yuz bergan bo'lsa, undaqda bu portlash ayni chaqdagi Rossiyaning poytaxti Sankt-Peterburgni vayron qilib, dunyo tarixini o'zgartirgan bo'ladi. Shunga bu 20-asrdagi eng cho'ng yeshilmagan sirlarning biri bo'lish bilan u nurg'un olimlarni tadqiqotga jalb qilgan. Shuncha yildan buyon Tungus cho'ng portlashining sirini yechish uchun nurg'un g'alati nazariyalar orqa-orqadan o'tirib chiqdi. Buning ichida noma'lum uchar jism, antimodda, qora o'nkir qatorliqlar bor edi. 1921-yili Rossiya olimlari bu vaqtda tafsiliy tekshirish olib borgan. Bir necha yil naq maydonda tekshirish orqali Milodiya 1927-yili ular oxiri portlashning aniq o'rnini topdi. Kishini hayron qoldirdigani shuki, naq maydonda hech qanday meteorit ozgili bayqalmagan. Uning ustiga portlash markazidagi daraxtlar hech qanday ziyon uchirmagan. Bu qatimki ofatning kichik sayyoralarning so'qilishi emasligini tushundirdi. Shuningdek keyingi 10 yilda ilgirkeyin bo'lib 3 tekshirish atirdi bu yerga keldi. Lekin hammasi natijasiz qaytib ketdi. So'qilgan jism zodi kichik sayyorami yoki boshqa narsami? Biz hech qaysimiz bilmaymiz. Hozir qadar Tungusdagi cho'ng portlash yanada bir yeshilmagan sir bo'lib, olimlarning tadqiqotidan bayqalishicha, yer sharida har 300 yilda bir qatim kichik tipdagi osmon jismlari so'qilish hodisasi yuz berdi ekan. Keyingi qatimliq so'qilish odamsiz Tungusda yuz beramdi. Keyingi qatimliq portlash bizga qanchalik cho'ng ziyon elib keldi? Siz hargiz tasavvur qila olmaysiz. Yer sharining 4 milliard 600 million yillik umriga solishtirganda insoniyat madaniyatining mavjud bo'lib turish vaqti bak qisqa. Dunyoda yana biz tushuntirib bera olmaydigan nurg'un ishlar bor. Qandaqli bo'lmasin, ati bilan tasodifiylikning qaysi avval kelsa, hech kim aniq bir narsa deyolmaydi. Balkim turmushdan huzurlanib olishni o'rganib olish yomon ish bo'lmasligi mumkin. Kishilik hayot bir maydon marafon yugurish musobaqasi. Shunga hammamiz o'z hayotimiz ustida davomli olg'a qarab yugurishimiz zarur.